Islom Abdug'aniyevich Karimov. Bu ism yuragimizda hayiqirgan g'urur. Bu nom tarix sahifalarida oltin harflar bilan yozilgan faxrdir. U istiqlolning yo'lida xalqni birlashtirgan, ozodlik shamini yoqqan, erk quyoshini charog'on qilgan yo'lboshchi edi. Uning so'zlarida kuch, ko'zlarida orzu, yuragida esa buyuk xalqning taqdiri bor edi. U O'zbekistonni qaramlik zanjiridan ozod etib, mustaqillik bayrog'ini baland ko'tardi. Vatan deya yonar, xalq deya yashar, har bir yutug'ini O'zbekiston mening faxrim, g'ururim deya atar edi. Islom Karimov hech qachon orqaga qaramadi. U oldinga intildi, xalqni ham o'sha yo'lga boshladi. Uning yuragi mardlar yuragi edi. U qo'rqmadi, u og'ridi, ammo xalqni hech qachon tashlab qo'ymadi. Toshkentning har bir ko'chasida, Samarqandning har bir toshida, Farg'onaning har bir bog'ida uning izlari bor. Bu izlar mehnatning, sabrning, iymonning izlari. Bu izlar xalq sevgisining abadiy manzarasi. U vatan uchun tirashdi, xalq uchun yashadi, kelajak uchun orzu qildi. Mustaqillik uning oliy ne'mat derdi u, va bu so'z har bir yurakda hayot qoniday oqmoqda. Bugun O'zbekiston yuksalmoqda. Bu yuksalish poydevorida Islom Karimovning mehnati, teri, duosi yotadi. U ketdi, ammo nomi qoldi. U jim, ammo ruhi bu yurt ustida uyg'oq. Har bir bolakay vatan desa, har bir ona ozodlik desa, har bir yigit or desa, Islom Karimovning ruhi jilovlanadi. Chunki u vatan bilan birlashgan, xalq bilan qotib qolgan, tarixga abadiy muhrlangan inson edi.